Hammamiz bilgandek islom dinida ikki cho'ng mazhab bor. Birisi sunniy mazhabi, birisi shiya mazhabi. Bu ikki mazhab o'rtasida o'xshamaydigan ko'z qarashlar va ziddiyat to'qinishlar mavjud. Bu zot qanday gap? Islom dinimizda sunniy mazhabi va shiya mazhabidan boshqa yana o'xshamaydigan boshqa mazhablar bor ekan. Shiya mazhabi va sunniy mazhabining ichidami yana o'xshamaydigan mazhablar bor ekan. Jibitqanda sunniy mazhabi bilan shiya mazhabi bo'lsa, islom dunyosidagi eng cho'ng ikki mazhab bo'lib hisoblanadi ekan. Dunyo bo'yicha statistika qilgan chaqda sunniy mazhabidagi insonlarning soni shiya mazhabidagi insonlarning sonidan necha assa ustun o'rinda turadi ekan. Shiya mazhabidagi insonlar asosan Iroq, Eron bu joylarda asosliq tashkil qiladi ekan. Islom dinidan boshqa yana Xristian dini, Yahudi dini, Budizmchilarmi yana nurg'un mazhablar va firqalarga bo'lindi ekan. Ularning orasida o'xshamaydigan ko'z qarash va talash tortishlarmi intayin keskin ekan. Bundaq bo'lishidagi sabablar bo'lsa, har qanday bir cho'ng din borliqqa kelgandan keyin shu dinning eng ulug' odamlari bu dunyodan ayrilgandan keyin bu ulug' dinning varis bo'lg'uvchilari va davomlashtiruvchilari shu dinni tushuntirish va tushunishi o'xshamay qolgan. Hamda din o'rtasidagi talash tortishlarda salohiyatlik odamlar varislik o'rniga chiqib, insonlarni qayliqidek hukm chiqarolmagan. Shunlashqa har qaysi mazhablarning ko'z qarashida o'zining tutgan yo'li to'g'ri, o'zi haqiqiy to'g'ri yo'lda menyapti deb qaraydi ekan. Bu ko'z qarashlar natijada mazhab va firqalarni maydonga keltirib chiqargan hamda keskin talash tortishlarni paydo qilgan. Mazhablarning talash tortishlari bu dunyodagi manfaat, huquq hukmronlarga zich aralashtirib olib, natijada o'zaro og'ir to'qinish va urushlarni keltirib chiqargan. Endi islom dunyosiga kelsak, islom dini Alloh tarafidan bizga taqdim qilingan kundan boshlab insonlarni to'g'ri yo'lga boshlaydigan, insonlarga rahbarlik qiluvchi o'rinda maydonga kelgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hayot mezgilida diniy ta'lim-tarbiya, siyosat, harbiy, qonun barliq huquqlarni markaz qilgan holda o'zi bevosita rahbarlik va qo'mondon bo'lib kelgan. Payg'ambarimiz vafot bo'lgandan keyin islom dunyosi dastlabda mazhablarga bo'linish va to'qinishlar paydo bo'lmagan. Lekin huquq hukmron masalasi kelgan chaqda talash tortishlar boshlangan. Payg'ambarimiz hayot vaqtida o'zining o'rniga varis qilg'uvchini belgilamagan. Hamda payg'ambarimizdan keyin qandoq o'lcham orqali ma'lum kishilarning payg'ambarimizning xizmatiga varis qildiganligini demagan. Keyingilarga payg'ambarimizning varisi deb ataydigan o'g'limi bo'lmagan. Payg'ambarimiz vafot bo'lgandan keyin o'zini payg'ambarimizning xizmatini davomlashtiramiz hamda shundoq salohiyatiga ega deb tushunib olgan bir qism kishilar o'rtasida talash tortish boshlangan. Bu kishilar asosan dastlabda payg'ambarimiz bilan birlikda Makkadan Madinaga birlikda hijrat qilganlar. Yana bir qismlar bo'lsa, payg'ambarimiz Madinaga borgandan keyin payg'ambarimizni qo'llagan, payg'ambarimizga yordam qilgan bir qism kishilar. Uningdan boshqa yana payg'ambarimizning o'rniga varislik qilamiz deb payg'ambarimizning yaqin urug' tuqqanlari paydo bo'lgan. Shularning orasida payg'ambarimizning kuyovli bo'lgan Hazrati Ali mo maydonga kelgan. Ayni vaqtida Arab yerim oralida mundaq bir urf-odat bo'lib, Arab qabilalari ichida bir rahbarni saylab chiqish uchun xalq ovozi orqali hurmatga sazovor bo'lgan bir oqsoqolni o'ziga boshliq qilib saylab chiqadi ekan. Mana shu qoidaga asosan payg'ambarimizdan keyin birinchi qitim saylanib chiqqan kishi bo'lsa, Muhammad payg'ambarimizning qaynotasi Abu Bakri saylanib chiqqan. Ya'ni payg'ambarimizdan keyin tunji xalifa bo'lgan. Xalifa deganning ma'nosi payg'ambarimizning yo'lini tutib mang'uvchi degan ma'nini bildirdi ekan. Shuningdan keyin 4 xalifalik davri boshlangan. Bu 4 xalifalik davri Arab xalqiga boshlamchilik rahbar bo'lgan hamda 30 yil davom qilgan. Bu 30 yil jarayonida Arab islom dunyosi kundan kunga taraqqiy qilib, butun Arab dunyosi hozirgi Turkiya zimini, Shimoliy Afrika ziminlari qadar kengayib kuchaygan. Ya'ni Paris rayonlariga qadar kengaygan. Hozirgi Eron davlati. Lekin bu 4 xalifa davr surgan mezgilda
birinchi xaliflikdan boshqa qolgan 3 xaliflikka saylangan xaliflar hammasi suiqasd bilan qaslab o'ldirilgan. İkinci qitimda saylangan Ömer xalifa bo'lib, Ömer xalifini butparastlar, ya'ni islom diniga qarshi kishilar tarafidan suiqasd qilib o'ldirilgan ekan. Üçüncüsü Osman xalifa bo'lib, Arab yerim oralida eng kuchli, eng hurmat sazovariga ega bo'lgan Ömer oilasidan kelib chiqqan ekan. Osman xalifalik davrida Paris davlatini butunlay ishg'ol qilgan ekan. Mana shu mezgilda Osman xalifaligi mo'yin bo'lgan o'rinlarga o'zining urug' tuqqan va yaqin odamlarini o'rlashtirgan ekan. Bu vaziyat boshqa guruh qabilalarning noroziligiga uchragan. Bo'libmi Hazrati Alini qo'llayotgan guruh tarafbozlar qattiq norozilik bildirgan. Shuning bilan milodi 656-yili Osman xalifaga qarshi turayotgan kuchlar tarafidan o'z uyida qasd qilib o'ldirib etgan. Osman xalifa o'lgandan keyin Hazrati Ali xalifalik o'rniga chiqqan. Hazrati Ali xalifalik o'rniga chiqqandan keyin Ömer qabilasining qarshilik kuchi intayin kuchli bo'lgan. Ayni vaqtida Ömer qabilasining vakili bo'lgan Muaviya Suriya davlatining hukmroni bo'lgan vaqt ekan. Muaviya Ali xalifalikka qarshi turish uchun urush ib olgan. Ikki taraf o'tirsida qonliq jang bo'lgan. Jangda Hazrati Ali ustunlikni egallagan. Muaviyaning taklifi bo'yicha Hazrati Ali bilan suhbat ilib borgan. Hazrati Ali Muaviyani butunlay qirib yo'qotib etmay, tinchlik suhbat o'tkazishi orqali urushlarni to'xtatgan. Lekin Hazrati Alini qo'llaydigan tarafdorlar Aliga intayin noroziligini bildirgan. Uzun o'tmay Hazrati Aliga qarshi bo'lgan kuchlar Hazrati Alini qasd qilib o'ldirib etgan. Hazrati Ali qasdga uchragandan keyin 4 cho'ng xaliflik davri shuning bilan oxirlashgan. Keyin Suriyaga hukmron bo'lgan Muaviya o'zini xalifa deb atib olgan. Shuning bilan Ömer xonadonligini qurgan. Shuning bilan Arab imperiyasi Ömer xonadonlik davriga o'tgan. Arab Ömer xonadonligi 100 yilga bormagan mezgilda Abbas davri boshlangan. Ya'ni Arab Abbas imperiyasi boshlangan. Abbas imperiyasi 1258-yilga qadar davr surgan. 1258-yilga kelganda Abbas imperiyasini Mo'ng'ullar tarafidan butunlay yemirib tashlagan. Shuning bilan Arab imperiyasi butunlay oxirlashadi. Lekin Alloh tarafidan bizga taqdim qilingan islom dinimiz kundan kunga kuchayib berib, islom bayrog'ini oxirida mursiga ilib ko'tarib mang'ini Turk Osman imperiyasi davomlashtirgan. Osman imperiyasining sultoni o'zini xalifa deb atab minib, islom xalifalik yo'lini tutib mangan. Toki Osman imperiyasi yemirilib oxirlashqicha. Ya'ni 1924-yilga qadar davomlashgan. Oldingi asrning 1924-yilga kelganda Mustafa Kemalning rahbarligidagi Turkiya Cumhuriyeti qurilib, Osman xaliflik imperiyasi oxirlashgan. Yangi qurilgan Turkiya Cumhuriyeti xaliflik qoida tuzumlarini butunlay amaldan qoldirib etgan. Hamda Hazrati Ali xaliflik davri oxirlashgandan keyin Arab xonadonlik davri boshlangan. Mana shu mezgilda Sunniy mazhabi va Shia mazhabi deb ikki cho'ng mazhab paydo bo'lib, tadrijiy ikki cho'ng mazhabga ayrilgan. Sunniy mazhabdagilarning ko'z qarashida payg'ambarimizdan keyin bo'lsa 4 xaliflik davri eng to'g'ri davr, 4 xaliflikning davridagi tuzumlar eng to'g'ri yo'l deb qaraydi ekan. Shia mazhabi bo'lsa 4 xaliflik davrining ichida faqatla Hazrati Alining tutgan yo'li to'g'ri deb qaraydi ekan. Shu mezgildagi qoida tuzumlarni to'g'ri yo'l deb qaraydi ekan. Ya'ni payg'ambarimizningki varisi cho'qim payg'ambarimizning oilasidan qabul qilinishi kerak. Chunki Hazrati Ali payg'ambarimizning kuyovli bo'lganligi uchun payg'ambarimizning oilasi deb qaraldi ekan. Keyingi varis bo'lg'uchilar cho'qim Hazrati Alining oilasidan davomlashishi kerak deb qaraydi ekan. Shia mazhabining ichidami yana bir qancha firqa bo'lib, uning ichida asosliq firqa bo'lgani 12 imom firqa deb qaraldi ekan. İmam degan nima deganda, ya'ni payg'ambarimizning yo'lida manganlar deb qaraldi ekan. Bunda aytganda, sunniy mazhabdagilar payg'ambarimizning yo'lini tutib manganlarni xalifa deb ataydi ekan. Shia mazhabidagilar bo'lsa, payg'ambarimizning yo'lini tutib manganlarni imom deb qaraydi ekan. Endi Shia mazhabidagilar
Hazreti Ali'ni birinchi imom deb qaraydi ekan. Hazreti Ali'ning ikki o'g'li Hasan bilan Husayn ularni yana ikki imom deb qaraydi ekan. Husaynning avlodi bo'lgan 9 avlodini 9 imom deb qaraydi ekan. Bu 9 imomning ba'zilari urushda o'lib ketar ekan, ba'zilari suiqasdda o'lib ketar ekan. Shunday qilib 12-imom izdiriksiz yo'qolib ketar ekan. Shunga 12-imom cho'qim bir kuni qaytib keladi. Qaytib kelgan kuni butun dunyoga baxt-saodat ilib keldi deb qaraydi ekan.